Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yilda mana bug'doylarni ekib, Xudo xolasa unib chiqdi. Holatlari zo'r, yaxshi. Faqat biz paxta g'alla yo'nalishda fermer bo'lganimiz uchun mana paxtani ichiga ekkanmiz. Paxtani ichiga ekib, ozgina joyda g'o'zapayalari qolganini yig'ishtirishib toshib olib chiqib ketdi mana a'zolarimiz. Xudo xolasa bug'doylar o'ta chiroyli ekilgan. Unib chiqishlari, tuplashlari hamma yo'g'i zo'r. Mana holati bug'doylarda.